Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 11-may. Odatdagi migrantlar hayotida sodir bo'lgan real voqealar va migrantlarga oid yangiliklarni hozir bilan bir aytib o'taman. Iloji boricha qisqaroq va soddaroq tilda. Len oblastida 500 dan ortiq migrantlarni deportatsiya qilindi. Rossiya bu yil 9-may g'alaba kunini nishonlash uchun xorijiy mehmonlar taklif qilmadi. Rossiyaning janubidagi aeroportlar yopilishi sababli ko'plab yo'lovchilar kutib qolishdi. Yaqin kelajakda migrantlarni yana ham nazorat qilishni kuchaytirish uchun MVDga qo'shimcha vakolat berilishi uchun taklif kiritildi. Ana endi yangiliklari xabarlarda hozir birma-bir aytib o'taman. Videoni boshlashdan avval shu bizning kanalga hali ham obuna bo'lmay bizni kuzatayotgan bo'lsangiz, sizdan iltimos bizni kanalimizga obuna bo'lib oling. Rossiyada ko'ryapmiz-ku, ayni mana shu yangiliklardan boxabar qolish sababli ko'p migratsiyaga oid xabarlarni doim kuzatib bormaslik oqibatida ko'pchilik shu qiyin vaziyatga tushib qolyapti. O'ylayman, ularga ham kerakli, manfaatli bo'ladi. Leningradskiy oblastida 500 dan ortiq migrantlarni deportatsiya qilib Rossiyadan chiqarib yuborildi. Aynan Sankt-Peterburgda shu Leningradskiy oblastida politsiya keng qamrovli reyd tadbirlarini o'tkazdi. Shu noqonuniy migrantlarni aniqlash uchun 125 nafar chet ellikni shu majburiy chiqarib yuborildi. 547 nafar kishiga shu vodvoreniya qarori qo'llandi. Ma'lumot o'rnida shu 2025-yil butun yil mobaynida 14 ming chet el fuqarosi shu mamlakatdan deportatsiya qilib chiqarib yuborilgan bo'lsa, 2026-yil yil boshidan beri shu 2000 ga yaqin chet elliklar o'sha mamlakatdan chiqarib yuborildi. Bu degani shu o'tgan yilgidan mana shu joriy yil boshidan beri 2000 kishini tashkil qiladi. Bu degani hali shu politsiya tekshiruvlari noqonuniy migrantlarni aniqlashda davom etadi. Rossiya bu yil 9-may shu g'alaba kunini nishonlashda xorijiy mehmonlarni shu g'alaba kuniga taklif qilmadi. Biroq bir qator xorijiy rahbarlar bu yerga kelishdi. Shu jumladan O'zbekiston davlat rahbari ham shu paradda qatnashish uchun tashrif buyurdi. Bular orasida shu Rossiyaga shunaqa qiyin kunlarda yelka-melka turgan qo'shni davlat rahbarlari ham bor. Kuni kecha Rossiyaning janubida vaqtinchalik yopilgan aeroportlar sababli shu minglab yo'lovchilar ko'p vaqt kutib qolishdi. Aeroportlarda yuzaga kelgan uzilishlar ortida shu kamida 14 ming kishi vaqtida uchib keta olmadi. Shu kunning o'zida 80 dan ortiq reyslar kechiktirildi. Ba'zi bir reyslar butunlay bekor qilindi. Yaqin kelajakda MVDga shu migrantlarning ustidan nazoratni kuchaytirish uchun qo'shimcha vakolat berish taklif qilinyapti. Rossiya hukumati Davlat dumasiga mehnat migratsiya sohasidagi ba'zi vakolatlarni Ichki ishlar vazirligiga o'tkazishni taklif qiluvchi qonun loyihasini taqdim etdi. Bu hujjatga ko'ra Ichki ishlar vazirligi chet el fuqarolariga Rossiyada ishlashga ruxsat beriladigan kasblar lavozimlar ro'yxatini mustaqil ravishda tasdiqlashlari mumkin bo'ladi agar bu Davlat dumasida ko'rib chiqib tasdiqlansa. Ba'zi bir kasblarda ishlashlarni cheklashlari, mintaqadan tashqarida ishlash bo'yicha ruxsat beradigan holatlar, misol qilib oladigan bo'lsak, shu Sankt-Peterburg va Len oblast, Moskva, Moskovskiy oblastida bir patent bilan boshqa oblastda ishlashga ruxsat berilgani kabi mintaqalarda ham shu politsiya yaqin kelajakda qaysi bir regionda shaharni patenti bilan oblastga ruxsat berish va bir qator shu migrantlar ustidan nazoratni kuchaytirish va migrantlar ustidan jamiki qo'llanish kerak bo'lgan qarorlarni politsiya qo'llash haqida taklif kiritildi. Shu tariqa Rossiya migratsiya siyosatini qat'iylashtirishda davom etyapti. Do'stlar, sizlarga tayyorlagan yangiliklarim, xabarlarim shulardan iborat edi. O'ylayman, sizlarga kerakli, manfaatli bo'ldi. Ma'lumotlarni qisqaroq, soddaroq qilishga harakat qildim. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Keyingi yangiliklarda, xabarlarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'linglar.